Biz juda ko'p vaqtimizni yaxshiroq bo'lishga, mukammalroq bo'lishga va yanada kuchliroq bo'lishga sarflab, juda ko'p uzoq vaqt yo'qotamiz. Kasbim yuzasidan juda ko'p insonlar bilan uchrashdim. Men ularning orasidan boy badavlat bo'lgan yoki o'ta kambag'al bo'lgan yoki juda katta og'ir kasalliklarga ertaga yana 5 kun yoki 10 kun umri qolgan o'lim bilan kurashayotgan insonlarni ham kuzatdim. Va o'zingizda nimani his qilayotgan bo'lsangiz shuni ayting va nimaga ko'zlaringizga yosh keldi? Boy odam ekanman deb o'sha narsani his qildim. Bugun men sizlarga haqiqiy xursandchilik haqida gapirmoqchiman. Haqiqiy xursandchilik soxta xursandchilikdan farqi bor. Qanday deysizmi? Demak, biz bu haqida gapirishni boshladik. Haqiqiy xursandchilik bu tashqi omillarga bog'liq emas. Bizni atrofimizni o'rab turgan moddiy narsalar bor. Va bu moddiy narsalardan biz xursand bo'lamiz, lekin bu haqiqiy xursandchilik emas. Ko'pchilik haqiqiy xursandchilik tushunchasiga ega bo'lmaganligi uchun men haqiqiy xursandchilik haqida gapirishga qaror qildim. Haqiqiy xursandchilik bu insonning ichki kuchi, u yorqin nur. U quyosh nuridan ham kuchliroq bo'lgan, yorqinroq bo'lgan go'zal nurdir. O'rganishlarim davomida men shu narsani aniq bildimki, haqiqiy xursandchilik bu qalbning tubidan keladigan xursandchilikdir. Yaratuvchimiz butun borliqni, 18 ming olamni oddiy yaratdi. Haqiqiy xursandchilik esa o'zimizda yo'q bo'lgan narsalarga e'tibor qaratish bilan emas, o'zimizda bor bo'lgan narsalarga e'tibor qaratganimizdagina paydo bo'ladi. Bilasizmi, men yana nimani o'rgandim? Uzoq davom etadigan quvonch, xursandchilik hayotning eng muhim tomonlari bilan bog'lanadi. Har bir lahza shabadani his qilish, nafas olish, qum ustida oyoq yalang raqsga tushish imkoniyatini beradi. Sevish imkoniyatini, kechirish imkoniyatini, Alloh bilan ichki suhbat imkoniyatini beradi. Ichki minnatdorchilik imkoniyatini beradi. Ana shu xursandchilik haqiqiy xursandchilik hisoblanadi. Qalbingizni tubidan kelayotgan xursandchilik bu hamma narsa degani. Sizga hamma imkoniyat eshiklari ochildi degani. Ko'pincha biz o'zimizga kelayotgan yordamlarni qabul qilmaymiz. Biz ichimizdan o'zimizni yetarli emas ekanligimizni, yetarlicha yaxshi emas ekanligimizni ichimizdan o'zimizga qayta-qayta ta'kidlaymiz. Men juda ko'p insonlar bilan ishlaganimda bu holat ularda chuqur ildiz otganligini kuzatdim. Biz juda ko'p vaqtimizni yaxshiroq bo'lishga, mukammalroq bo'lishga va yanada kuchliroq bo'lishga sarflab juda ko'p uzoq vaqt yo'qotamiz. Ammo xursandchilik mukammal bo'lishdan emas, minnatdor bo'lishdan boshlanadi. U qachon keladi? Siz o'zingizni boshqalar bilan solishtirishni to'xtatganingizdagina keladi. Qalbingizda xursandchilikni olib yursangiz, siz har qanday narsaga erishishingiz mumkin. Chunki xursandchilik tashqi omillarga bog'liq emas, bu sizni ichingizdagi holatdir. Men Jaloliddin Rumiy ta'limotini o'rganganimda har bir narsa sizni ichingizda joylashganligi haqida o'rgandim. Jaloliddin Rumiyning ta'limoti bo'yicha siz har bir narsaga moddiyatni xohlaysizmi yoki siz ichki xursandchilikni xohlaysizmi, bularning bari sizning ichingizda ekanligini ko'p ta'kidlaydilar. Ichingdadir degan mashhur gaplarini keyinchalik anglab bordim. Men yana shuni tushundimki, agar siz xursandchilikni tanlasangiz, siz o'zingizni erkin his qilasiz, o'zingizni yaxshiroq his qilasiz, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz ortib boradi va hayot taklif qilgan barcha ne'matlarga ega bo'la olarsiz ekan. Kasbim yuzasidan juda ko'p insonlar bilan uchrashdim. Men ularning orasidan boy badavlat bo'lgan yoki o'ta kambag'al bo'lgan yoki juda katta og'ir kasalliklarga ertaga yana 5 kun yoki 10 kun umri qolgan o'lim bilan kurashayotgan insonlarni ham kuzatdim. Lekin ular ham qalbida xursandchilikni talagan va xursandchilik bilan yashab o'tayotgan insonlar borligini ham ko'rdim. Ammo pulga sotib oladigan barcha narsalarga ega bo'lgan odamlarni ham ko'rdim, lekin ular o'zini baxtsiz his qilishini kuzatdim. Men shuni aniqladimki, xursandchilik bu tanlov. Siz dunyoga qanday qaraysiz? Qalbingizda nimaga minnatdor bo'lasiz? Nimadan xursand bo'lasiz? Shu narsa bilan yashab o'tasiz. Agar siz xafagarchilikni, qalbingizdan o'zingizni yomon his qilishni tanlasangiz, sizni atrofingiz muammolarga limmo-lim to'la bo'ladi va sizni yashashingiz qiyin bo'ladi. Demak,
tushunib olingki, xursandchilik bu sizning tanlovingiz. Oddiy qilib aytadigan bo'lsam, siz qalbingizni tubida nimani his qilgan bo'lsangiz, nimani olib yashayotgan bo'lsangiz, hayotda o'sha narsani ko'rib yashaysiz. Siz oddiy narsalardan xursand bo'lib yashashni o'rganing. Oddiy bir shamol nafasidan, yangi mevaning mazasidan, tabassumdan xursand bo'lib yashasangiz, haqiqiy xursandchilikni shunda anglay boshlaysiz. Mani mutlaqo ishonchim komilki, haqiqiy xursandchilik bu qalbning tubidan keladigan xursandchilikdir. Agar siz bu xursandchilikka ega bo'lsangiz, yaratuvchining ulkan bir nuriga bog'lanasiz va siz uchun hamma eshiklar ochiladi. Lekin qanday qilib xursand bo'lishni bilmayotgan bo'lsangiz, ya'ni ichki kuchingizni uyg'otishni bilmayotgan bo'lsangiz, bir mijozim misolida sizga buni ko'rsatib beraman. Siz ko'rib turganimdan xursandman. Demak, siz o'zingizdagi muammolarni bemalol gapirishingiz mumkin. Sizni qanday muammolar qiynayapti? Hozirgi kunda juda qattiq tushkunlik holati, oilaviy munosabatlarda qiyinchiliklar, pul yetishmovchiliklari, xullas qisqa qilib aytganda stress holatidaman. Keling, sizni hayotingizni boshqa tomoniga qaraymiz. Sizda bor bo'lgan narsalarga e'tibor qaratamiz. Sizni oyingiz bormi? Bor, Allohga shukr, borda. Turmush o'rtog'ingiz bormi? Borda, Allohga shukr. Farzandlaringiz bormi? Farzandlarim bor. Sizda oyoqlaringiz bormi? Bor, oyoqlarim Qo'llaringizcha? bor. Ko'zlaringiz bormi? Bor. Go'zal sochlaringiz bor ekan-a? Hozir nimaga kulyapsiz? Hozir nimaga tabassum qilyapsiz? Maqtayapsiz-da? Aslida bu maqtov emas, aslida bu o'zingizda bor bo'lgan narsalarni sizga aytib beryapman. Endi tasavvur qiling-da, sizga bu narsalarni yaratuvchi berdi, to'g'rimi? Bu yaratuvchining sizga bo'lgan marhamati edi. Keling, yaratuvchi o'zi berdi, buni o'zi olib qo'yish ham mumkin, to'g'rimi? Keling, tasavvur qilib berasiz-da hozir. Tasavvur qiling, qo'rqmang. Bu tasavvurda sizni hayotingiz birdaniga o'zgarib ketmaydi. Shunchaki hozircha tasavvur qilib berasiz. Tasavvur qiling-da, oyingiz hayotdan ketdi. Chunki Xudo olib qo'yishi mumkin-ku, to'g'rimi? Keling, turmush o'rtog'ingizni ham olib qo'ydi deylik. Keling, sizni oyoqlaringiz bor edi, to'g'rimi? Oyoqlaringizni ham Alloh olib qo'ydi deb o'yladik, chunki o'zi berdi-ku, to'g'rimi? To'g'rimi? O'zi berdi, olishga haqqi bor, to'g'rimi? Keling, siz oyoqlarsiz qoldingizda, kolyaskada qoldingiz va Alloh taolo mayliki bitta qo'limni yana olib qo'yay dedi va qo'lini ham olib qo'ydi. Endi o'zi bergan ko'zlarini ham olib qo'ydi-da. Endi o'zi bergan sochlaringizni ham olib qo'ydi. Endi tasavvur qiling-da, sizda hozir shuncha narsa yo'q va siz qaysi birini sotib olishingiz mumkin? Birinchi nimani sotib olasiz? Sizda shu narsalar yo'q deb tasavvur qiling-da. Va o'zingizda nimani his qilayotgan bo'lsangiz, shuni ayting va nimaga ko'zlaringizga yosh keldi? Boy odam ekanman deb o'sha narsani his qildim. Mana qarang, siz boy ekanligingizni birdaniga his qilishni boshladingiz. Tasavvur qiling-da, endi sizni yanada men xursand qilaman-da, oyingizni o'zingizga qaytarib beraman. Turmush o'rtog'ingizni o'zingizga beraman. Oyoqlaringiz oling, uni ham sizga beraman. Va bu Allohning marhamati tufayli Alloh sizga bu narsalarni qaytarib beryapti. Tasavvur qiling, men emas, Alloh beryapti deb tasavvur qiling. Qo'llaringizni ham, o'sha bitta qo'lingizni Alloh taolo oluvdi, o'zingizga qaytardi. Ko'zlaringizni ham qaytarsinmi? Albatta, hamma narsa. Ko'zlaringizni qaytarishi uchun siz nima bera olasiz Allohga? Va men sizga shunday deyman. Agar siz Allohga bir umr xursand bo'lib bersangiz, Allohga minnatdorchilik tabiiy ichingizdan chiqadigan bo'lsa, sizga ko'zingizni ham qaytaradi desam, necha yil siz bu xursandchilikni o'zingizda saqlagan bo'lardingiz? Bir umr. Endi siz aytdingiz-ku, meni pulim yo'q dedingiz, ha? Endi menga ayting-chi, sizni pulingiz hozir ham yo'qmi? Yo'q, meni hamma narsam bor ekan. Ko'rdingizmi? Sizda hamma narsa bor. Qalbingizda nimani his qilyapsiz? Hozirmi? Sizni ko'zlaringiz ham berildi. Sizga hamma narsa qaytarildi. Oilangiz sizga qaytarildi. O'zingizda nimani his qilyapsiz? Allohim o'zingga shukr deyapman. Bor ekan, davlatim, hamma narsam bor ekan. Siz baxtli ekansizmi? Baxtli ekanman. Moddiy narsalar o'sha moddiy narsalar
topish hech narsaday bo'lib qoldida. Juda yengil bo'lib qoldi moddiy narsalarni topish. Hozir sizga qarab men ham ta'sirlanyapman. Men ham sizga qo'shilib yig'lagim kelyapti, lekin bilasizmi nima? Men ham qalbimdan hozir xursandchilikni his qilyapman. Menimcha siz ham qalbingizda xursandchilikni his qilyapsiz. To'g'rimi? To'g'ri, rahmat, minnatdorman. Ko'zim ochildi. Zo'r, zo'r. Hozir ko'chaga chiqqaningizda birinchi nima ish qilasiz? Qanday harakatni boshlaysiz? Hozirgi holatim, endi ko'chaga chiqishim ham shu quyoshni ko'rsam bo'ldi-da hozir, Xudoga shukr. Xudoga shukr. Молодцы, zo'r, xursandman. Demak, qalbingizdan kelayotgan haqiqiy xursandchilik bu hamma narsa degani. Siz hamma narsaga erisha olasiz degani. Sizni uyingiz, pulingiz, moli davlatingiz, ota-onangiz, sizni turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz sizni eng katta boyligingiz ekanligini tushundingiz. Ana shu holatni, shu xursandchilikni saqlab tursangiz, butun hayotdagi hamma Alloh nasib qilgan, ne'mat qilgan barcha narsalarga ega bo'la olasiz. Demak, hammasini tushundingiz, to'g'rimi? Rahmat, minnatdorman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana o'zingiz kuzatdingiz. Inson o'zida bor narsasini ko'ra olgandagina ko'zi ochiladi. Yangi dunyoni ko'rishni boshlaydi va undan keyin barcha ne'matlar sizni hayotingizga kirib kelishni boshlaydi. Siz ham bu amaliyotni qilib ko'ring va haqiqiy xursandchilikka ega bo'lish qanday ekanligini his qilib ko'rasiz. Agar sizda ham shunday va shunga o'xshagan muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, pastdagi linkni bosib Telegram kanalimga o'ting. U yerda siz o'zingizni qiynab turgan barcha muammolaringizga yechim topasiz va u yerda vebinar bo'lib o'tadi. Bu vebinarimda siz men bilan yuzma-yuz gaplashish imkoniyatiga ega bo'lasiz.